You know what's funny? I could write in English, I could understand it, but the moment I had to speak, I froze every single time. Bilasizmi, men inglizchada yozishni bilardim, o'qishni bilardim, tushunardim, lekin gapirishga kelganda to'xtab qolardim, muzlab qolardim va har safar not because I didn't know the words, but because I was afraid of sounding stupid, afraid of being judged. Ya'ni men bilmaganligim uchun yoki bir ingliz tilida xabarim yo'qligi uchun emas, balki men qo'rqoqligim uchun, stupid bo'lib ko'rinishdan qo'rqqanim uchun, qaysidir ma'noda odamlar meni judge qilishlari, ya'ni hukm chiqarishlaridan qo'rqqanim uchun men nima qildim? Ingliz tilida gapirishdan o'zimni tiyib turardim. And if you have ever felt this way, please, I want you to know that you are not alone, and this video is for you. Bugungi holatimizda siz nima uchun speakingda to'xtab qolishingiz, xayollaringiz joyida bo'lmasligi, tormoz bo'lib qolishingizni sabablarini 6 tasini va o'sha 6 ta sababni yechimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni imkon qadar interaktiv qilaman va video ichida 3 ta challenge bor. Uchala challenge-ni bajargan odam Telegram kanalimizga o'tib bajarayotganligini isbotini tashiydi va men ularga speaking kursimni shundoq sovg'a qilaman. Onlayn speaking kursimni. Bu kursim uchun program emas, u kursim sotuvda yo'q. Shunchaki sizga videoni ko'rib foyda olishingiz uchun, hech bo'lmasa shunda o'rningizdan turib, nimadir bajarishingiz uchun qilinayotgan xatti-harakatlar. Videoni siz uchun qildim. Va iltimos, ko'rib o'zingiz uchun foyda olishga, maksimum foyda olishga harakat qiling. Thank you. Men doim bitta narsa hayron qoldiradi. Qarang, men bu yerda foizlar chiqyapti. Bu yerda 70% ga yaqin kuzatuvchilar bizning YouTube kanalimizni obuna bo'lmasdan kuzatishar ekan. Biz butun jamoamiz bilan siz uchun foydali kontent ulashishga va'da beramiz va bundan keyin qo'limizdan kelganicha sizga foydali bo'lishga urinamiz. Siz ham bizani kontentimizni qo'llab-quvvatlash uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling va biz bundan xursand bo'lamiz. Rahmat. I remember being in a classroom trying to answer a question and I just couldn't. My teacher asked a question and I was like, what if I say it wrong? And what if people laugh at me? And I was like, thinking a lot. My hands get sweaty and then I was like thinking and, I was in a dilemma. And then guess what happened? No one laughed because no one had to. Because I convinced myself not to speak up, and I just stayed quiet. Javoziz, ya'ni mendan savol so'ralyapti, o'tirman, miyam qotgan, nima deb bo'lar ekan, hozir gapirsam nima deb o'tishadi, ustimdan kulishadi degan mingta savol javob. Hech kim kulmadi ustimdan. Nimaga? Chunki men gapirmadim. Va bunaqangi holat o'zimning o'quvchilarimni ham uchrab turadi. Bunda esa bir qancha sabablari bor. Keling, buni sabablari haqida o'rganadigan bo'lsak. I've learned that the fear of speaking English or any language or public speaking is not just because you don't know what to say or you don't know this content-wise, grammar and vocabulary thing. This is one part. Of course, it can be one of the reasons why people, fear of speaking the language. However, this is not the only one. So, we have other factors which are bigger than that. Ya'ni ingliz tilidami yoki istalgan tildami gapira olmaslik yoki gapirishga bo'lgan qo'rquv bu shunchaki o'sha tildagi yetarlicha resurslarni, ya'ni grammatikani, vocabularyni bilmasligingizdan emas, balkim boshqa undan ham kattaroq sabablari bor ekan. Keling, mana shu 6 ta sababni siz bilan ko'rib chiqaylik-da va keyin buni yechimlarini ham siz bilan birga gaplashaylik, toki mana shu muammo endi sizni bundan buyog'iga umuman qiynamasin. Let's break it down. First, we are afraid of making mistakes. Second, we are afraid of accent will sound weird. Da? Uchinchisi, we are afraid people will think we are not smart. Da? Bunisi uchinchisi. To'rtinchisi, we overthink grammar and get stuck in mid-sentence. To есть, grammatikani o'ylaysizda, grammatikadagi gaplarni topib vocabularyni o'rtaga qo'yaman degunizcha bu odam funksiya qo'yizdan chiqib ketib qoladi. Naryoda pronunciation burchakda yig'lab o'tiradi. Qarabsiz, umuman speaking o'xshamaydi. Va oxirgi sabab sizlardan last but not least deydi-ku. Sometimes we are carrying old memories, moments that we did speak and laughed at and corrected harshly. Ya'ni bizdan shunaqangi
old memorylarimiz borki, bu memorylarimiz bizning miyamizda shunaqangi qolib ketgan. Qachondir oldin gapirganmiz, realni katta xatolar qilganmiz, ustimizdan qotishgan, keyin bizani qattiq demak xatolarimizni to'g'rilashgan va menda shu narsa miyamizda hali ham shunday skrinshot bor. O'sha skrinshot butun haqiqatni bizga shunday lenzasiga qo'yadi-da, shu sani haqiqating deb ko'rsatadi. Lekin bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Bitta analogiya bor. Bitta hayvon, menimcha filmikan, buqamikan nimadir, hayvonot bog'ida bo'lgandan keyin menimcha fil bo'lsa kerak. Kichkinaligida bog'lab qo'yishadi-da, arqonga shunday qozig'ini tiqib 5 metr radiusda qilib. U kichkinaligida rosa harakat qiladi chiqishga, o'sha arqondan uzilishga, lekin uzila olmaydi. Lekin oradan vaqt o'tgani sarin u kattaradi, 3-4 yil o'tadi. Endi u ozgina harakat qilsa, boygina arqonni qozig'i bilan sug'urib olishga kuchi yetadigan darajada katta baquvvat bo'ladi. Lekin u harakat ham qilmaydi endi. Nimaga? Chunki uni boyga old memorylar bor. O'zi haqidagi o'ziga aytadigan hikoyalari. Va u hikoyalarda u kuchsiz. Va mana shu arqon shunaqangi qattiqki, uni hali ham bog'lab turadi. Shunaqa miyamizda ham arqonlar bor-da, o'zimiz haqimizda o'ylaydigan. Va ana shu arqonlarning sababidan biz gapirishga doim qo'rqar ekanmiz. Keling, mana shu arqonlarni yechib olib, o'zimizni oxir oqibatda haqiqiy potensialimizga ega bo'lib, yaxshi gapiraylik endi bolalar ingliz tilini. Sharmanda bo'lar endi. Keyin mana oxirgi yana bitta narsa, we have this, cultural silence. In some cultures, speaking up, especially making mistakes in public, is not okay. Especially in Uzbek culture. What we say is jim o'tir. Mana shunaqa deymiz-ku. Jim o'tir, ko'p gapirma, kattalar gapirayotdi, aralashma. All of these cultural barriers create an obstacle where we cannot speak. That's it. Because again, silence is respect. Of course, silence is good, guys. But silence can be a prison. Ya'ni silence bizni qamoq bo'lishi mumkin. Shu uchun to'g'ri gapira olish, kerakli vaqtda gapira olish, eng yaxshi narsalarni gapira olish bu insondagi eng katta kuchlardan bittasi. Va bunda sizda bor bo'la turib foydalana olmayotgan bo'lsangiz, ozgina uyalish kerak. Shu uchun keling har bitta 6 ta masalani chuqurroq kirsak. Okay, let's go. Let me tell you my life story. I was freshman at Westminster University in Tashkent, and I had a friend who had a very fluent English at that time, and still he has now as well. His name is Rustembek. His nationality is Kazakh. He speaks zero Uzbek, literally zero Uzbek. But now, of course, he can speak a little bit of, 1 or 2 words, but still at that time, I was his teammate in a coursework, which means we were supposed to do a coursework together, and we had to communicate. And our common language was what? English. You know what I mean? And I had to speak. And one day, I got tired of holding it back, and I said, let's just speak it. Let's just say it. And I thought, okay, say it even if it's wrong. And I did. So was it perfect? No. But did they understand me? Of course, yes. You see? And more importantly, he specifically didn't care about my grammar and vocabulary. You know what I mean? They cared about what I wanted to say. Universitetda birinchi kurs paytimda, freshman bo'lgan paytimizda bizda o'sha CIFS deb qo'ydi Westminsterda har xil courseworklar bo'ladi. Birga nimalar sheriklaringiz bilan birga bajarishingiz kerak. Meni sherigim Rustam degan bola bo'lgan. Rustamning millati qozoq va u uyda rus tilida gapiradi va ingliz tilisi bor. Va men rus tilida gapira olmayman, ingliz tilida gapira olaman. Ya'ni bizni umumiy birlashtirib turgan til bu ingliz tili edi. Va bir kuni shu teammate bo'lganimiz sifatida biz communicate qilishimiz kerak edi. Ingliz tilida gapirishga men majbur bo'lganman. Communicate qilish kerak. O'z ingliz tilim o'ta yomon darajada bo'lmagan, aytaman-ku. IELTS'im 7, speaking 6.5. Speaking 6.5 degani bu yaxshi gapira oladi degani, lekin albatta 8 bilan buni orasida katta farq bor-da. Gapirganingiz bilan bir ko'p xatolar qilasiz, boshqa bo'ladi. And then I just said whatever I could say. And what happened was, actually I was kind of good at speaking, At least nobody judged me. He understood me. U meni tushundi va men gapira oldim. Bilasizmi, domino effekt degan narsa bor-da. Kichkina domino, kattasini yiqita oladi. Tiq. O'sha kichkina dominoni boshlab olishingiz kerak-da. Sizning ham birinchi qadamingiz shu.
Qarang, bu videoda biz 3 ta challenge qilamiz deb o'tdim. 3 ta challenge, mana shu uchala challenge-ni hammasini video davomida ko'rgan va bajargan odam va bajarganligini Telegram kanalimga isbotini tashlagan odam mendan sovg'a oladi. Sovg'ani o'zim lichkangizga tashlab beraman. Shu Telegramda yozadigan bo'lsangiz, Speak Smart degan kursim bor. Shunda sizga tekinga beraman. Bu kursni Prograffa emas, bu kurs hozir sotuvda ham yo'q. Faqatgina siz uchun videoni chista ko'rganingiz uchun hadya bo'ladi mendan. Demak, 3 ta challenge-ni birinchi challenge. Istalgan o'quv markaziga borasiz. O'zingiz borayotgan o'quv markazigami yoki istalgan videoni qayerda ko'ryapsiz? O'sha yaqin atrofingizda o'quv markazi bo'lsa boring, coworking zonaga boring, random o'sha o'g'il bola bo'lsangiz o'g'il bola bilan, qiz bola bo'lsa qiz bola bilan shunda borasizda, sразу inglizcha gapira boshlaysiz. Uni darajasini so'raysiz, sizga mos bo'ladigan bo'lsa, o'tirib speaking qilasiz yarim soat, 1 soat vaqtini topib, yoki hech bo'lmasa nimadir gaplashasiz 5-10 minut. Va buni siz har xil odamlar bilan har xil o'quv markazlarida bir hafta ichida eng kamida 2 marta borishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi challenge. Tushundinglar-a? Qaysidir o'quv markaziga borasiz, borib gaplashasiz, muhimi gaplashingiz bo'ldi. Uni gaplashganingiz menga shunda rasm yorib turib, kommentariyga tashlaysizda, bu birinchi challenge deysiz. Bu hafta uchun kakba. Buni har hafta qilib borasiz. Men sizga shundoq bo'lgan speaking kursini sovg'a qilaman. Bu challenge 1. Ikkinchi va uchinchisini video davomida aytaman, oxirigacha ko'rib boring. Xo'p, endi boyagi domino masalasiga keladigan bo'lsak, menga aynan nimalar yordam berdi va sizga ham nima yordam beradi desiz? First, anaqa tip number 1, I let go of perfection. Ya'ni men perfect bo'lishini shundoq voz kechdim. Xullas men gapiraman. You don't have to sound like a native speaker, guys. I'm telling you, just need to be understood. That's it. To есть, bundoq qaranglar, o 8li, 7,5li, 8,5li, 9li ustozlaringlar ham ko'rishinglar. To'g'ri, juda ko'pchiliklari native-ga o'xshab gapirishadi, lekin ular boshlanishdan taq etib native-ga o'xshab tug'ilib qolmaganda, boshida birinchi gapirib olish kerak-ku. Tip number 1. You let go of perfection. Okay? Ya'ni perfectionni ketaringlar. Progress is way more powerful than perfection. That's rule number 1. Rule number 1, practice out loud. Okay? Ya'ni ovozingizni chiqarib practice qiling. Xohlang kitob o'qing baland ovozda, xohlang videoni shadowing qilayotgan paytingizda orqasidan qaytaring. Nima bo'lgan taqdirda ham muskullaringizni train qildiring. Bu xuddi muskulga o'xshaydi, og'iz muskullari. Anaqa har bitta harfni o'zini haqqi bor. U chiqishi kerak. Misol uchun reading books aloud o'tgan paytda reading books aloud og'zimga e'tibor bering. Mana shuna qilib siz kitobni o'qishingiz kerak. Misol uchun men sizga istalgan hozir bitta kitobni ochib o'qiydigan bo'lsam, men qanaqa ko'rinishda o'qigan bo'lardim? Mana hozir bitta kitobni ochyapman. Aytaylik, mana men bu yerda aytaylik Philosophy in the Islamic World degan kitobni men sizga ochib bordim. Afsuski shu kitob bo'lib qoldi. Bu. Against this, Al-Sirafi argues quite plausibly that even if logical inferences have some kind of universal validity, ketda o'qib ketaverasiz. Maqsad bu yerda tushunasizmi, tushunmaysizmi keyingi masala. Eng muhimi, qaysidir ma'noda ovozini chiqarib o'qing. Endi ovozni chiqarib o'qing deyotgan paytda yana bitta texnika ikkinchi qoidaga ilova qilamiz, ya'ni sizlarga men attach qilaman, qo'shimcha beraman. Bu bonus sizga bu tongue twisters, guys. Shunda tongue twistersni ochib, how much wood were a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood deydi. O'sha qilib o'qiydigan bo'lsanglar, bu tongue twisterlar sizni har xil o'sha ovozingizdagi joylarini to'g'rilaydi-da. Qayta aytganingizdan keyin o'sha joyni xuddi bitsepsga ishlaganda, misol uchun ba'zida mana woodchuck chuckda ch wood bilan mana shu joylariga ishlaysiz. Misol uchun red lorry, let roll. Nima edi? Red lorry, yellow lorry degani ham bor. Bu yerda qarang, lorry, yellow, red. Mana shunaqa ko'rinishda bu r, l-larni muskullarni shakllantiryapti. Tushunasiz-a? Bu orqali o'zingizga sekin-sekin ishonchingiz ortib boradi. Bolalar, men sizlarga aytaman. Tongue twisters, reading out loud. Mana shuni o'zi yetadi-da, qolgan to'rttasini aytmasam. Endi uchinchisi, again, I found safe spaces to speak. Ya'ni you need to find safe spaces to speak. Ya'ni safe bo'lishi kerak siz gapiradigan joy. Sizni odamlar voy kuldi, bunaqa bo'lsa, unaqa gapirma, bunaqa gapir deyish kerak emas. Gapirasiz, xato qilasiz, все normal. U ham gapiradi, xato qiladi. Imkon qadar mana ko'rinishda bo'lsin-da. O'zingizdan biroz darajasi baland, o'zingizdan biroz darajasi past bo'lgan har xil turdagi atrofingizda insonlar bo'lsin. U bilan gaplashayotgan paytingizda uni toniga moslanasiz, ba'zida sal tushunmay qolishingiz kerak. Bu yoqda siz tushunmayotgan odamga tushuntirishga harakat qilib ko'ring. Har xil joylarga boradigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa strangerlar bilan gaplashib ko'ringlar. Hozir men bitta ko'raydi, sizlarga aytayotgan challenge ikkinchisi qanaqa edi? Aniq eslab oling. Birinchisi o'quv markaziga borish edi. Ikkinchisi istalgan hozir Telegram kanallari bor. O'sha Telegram kanallarida
online speaking guruhlar bor, ular mo'kla qilishadi. O'zimizning kanalimizda ham kommentariy yozsanglar bo'ladi. Mirjalol ustozi YouTube'lardan keldik deb turib, menda kanalim chiqadi. O'tasizlar, kommentariy yozasizlar, birlashasizlar. O'zingiz misol uchun o'g'il bola bo'lsangiz o'g'il bola, qiz bola bo'lsangiz qiz bolani topasiz, onlaynda birgalashib suhbat qilasiz. Buni allaqachon qilib yurgan bo'lsangiz, o'shani qilayotganingizni yana bitta skrinshotini tashlab menga ikkinchi dalil sifatida qilasiz. Ya'ni aytaman, 3 ta challenge bajargan odam sovg'a oladi deb. Bu challenge bajarishingizdan maqsad men sizlarni nimadir qildirish, tushunasizmi? Hozir bu menga nima kerak bor? Siz buni qildir, skrinshot boshqa qizig'i yo'q. Prosta qilsangiz o'zingizga foyda. Okay? Bu 3-chi demak qoida va ikkinchi challenge aytib o'tdim. Endi 4-chi masala accent qilmayman. Accent deganimda xato gapirdim. Accent guys, British accent u American accent farqi yo'q. Bu sizni identityni olib chiqadi. Hamma 9liklarning ham aksenti British yoki pure American emas. Lekin pure American va British accentli bo'lganlar ham 9 oladi. Tushunasizmi? It's not just about your accent. Of course, having a great accent, whether it's English, whether it's an American or English, I mean British, still this is a great asset. However, if you don't have it, you don't have to have it. I mean, you just can have your own accent. Of course, it shouldn't be Uzbek accent. At least you need to have this, this elements of real English. But you don't have to try hard. All you have to do is just be precise and concise and talk. That's it. Ya'ni precise and concise bo'lgani aylantirmasdan cho'tka gapira olsanglar bo'ldi, xudo xolisa. Qiyin emas. Lekin har safar o'zingiz urinib ko'rganlaringizni, har safar qilganingizni celebrate qilishingiz kerak. O'zingizga qanaqadir ham xato qilsangiz ham, "Mana qildik, davlat, mana qilamiz" deb turib o'z bilan o'zingiz gaplashib qilishingiz kerak. Bu meni 5-chi maslahatim bo'ladi. 6-chi maslahat oxirida. Undan oldin bitta narsa aytaman. Hozir GPT degan juda bir katta dahshatli qurol chiqqan. O'sha GPT bilan ishlashni bolalar o'rganishi shart. Men promptlar yozib beraman har xil. Endi mana o'zingizlar ham tushunasizlar bo'ladi promptda. Misol uchun I'm an elementary level yoki I'm an upper intermediate level and I need to level up to advanced and I need to practice speaking. Let's do it deb turib GPT bilan so'rab, chuqurroq savollarni diqqat qilib promptlarni bersangiz, xudo xolisa ancha siz bilan u yaxshi ishlaydi. Faqat unga to'g'ri savollarni bera olsangiz bo'ldi, javoblar tayyor. Tushunasizmi? Oxirgi maslahatim. Google ga kirib qidirgan paytingizda internet yo'q bo'lsa, kimdir bo'lsa o'yin chiqadi. O'yinda bundoq qush uchadi, bundoq qilib turib, anaqa men bittiga to'siqlarni o'tkazib o'chirishingiz kerak. Agar pastga tushib ketib, to'siqqa tegib ketsa o'lib qoladi-ku. Xuddi shunaqa qilib har kunlik men bu qushni uchishi sizni ingliz tilingiz bo'lsa, men bittiga balandligi darajasidagi to'siqlarni sizni gapirishingiz kerak bo'lgan vaqtda tasavvur qiling-da. Agar siz mana shu ingliz tilida sizga berilgan bir kunlik yarim soat ichida shuni yarim soatda gapirib o'tkazmasangiz, qush tegib o'ladi. Bu yerda qush sizning ingliz tilingiz va mana qilib tegib o'lishi vaqt o'tgani sari ingliz tilingiz ham yo'qolib boraveradi. Qaytanga o'sish o'rniga. Bu sizdagi boyagi motivatsiyani ham tushirib yuboradi. Shuning uchun mana shunaqangi ko'rinishda approach qilinglar bolalar. Rostdan sizlarga bu yordam beradi. Keyin bitta narsa. Agar siz mana shu videoni oxirigacha ko'rib o'tirib foyda ola olgan bo'lsangiz, qaysidir ma'noda sizga bu video yoqqan bo'lsa, buni yaqinlaringizga ulashib, bizni yana ham kattaroq auditoriyaga yetib borishimizga o'zingizni hissangizni qo'shing. Rahmat, kattakon o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Speaking videoni ko'rayotganlar, sizni 2 daqiqaga yaqin vaqtingizni olaman. Men Mirjalol Soatov 5 yildan beri ham onlayn ham offlayn ASTdan dars berib kelaman va o'zimni birinchi mentorship dasturimni tashkil qilgan edim. Aprel-may oylarida bu davom etdi va bizga 10 dan oshiq ustozlar demak bu kursni o'qib tugatishdi va endi o'zlarini bir nechta yo'nalishlarda sinab ko'rishadi va ular haqida biz to'liqroq ma'lumotni Telegram kanalimizda va Instagram akkauntlarimizda qoldirib, ular haqidagi fikrlarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Asosan mentorshipda biz 4 ta blokda dars o'tdik. Birinchisi self development, ya'ni o'zingizni ustingizda ishlab IELTS darajangizni yana update qilish. Undan tashqari teaching bo'yicha ham offline ham online va bunda bizga o'zlarining sohasini demak ustalari bo'lgan ustozlar mehmon speaker sifatida kelishdi. Undan tashqari biz blogging, ya'ni har bitta ustozni o'zini mediada o'rni bo'lishi, UVPC, ya'ni unique value positioning haqida chuqur o'rganib, ularni topishga ko'makdosh bo'ldik. 4-inchisi albatta bu networking va mana shu networking qismi bizni mentorshipimizni boshqa kurslardan va boshqa mentorship dasturlaridan ajralib turuvchi qismi hisoblanadi.
Chunki unda biz 10 dan oshiq bo'lgan Telegramdagi katta auditoriyaga ega bo'lgan ustozlardan, xususan Sirojudin's blog, Abror Rahmatullayev, Abdurazzoqxonov, Jahongir aka, Ozodbek aka, Botir Aliyev va yana bir qancha blog egalari bilan hamkorlikka erishganmiz. Va bularni siz montajda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu haqda batafsilroq ma'lumot olish va keyingi mentorship dasturimiz may oyining oxirida yoziladigan holatga muddatidan oldin yozilmoqchi bo'lsangiz, YouTube'ni pastida qoldirilgan descriptiondagi link orqali ma'lumotlaringizni qoldiring. O'zim sizga aloqaga chiqaman. Agar siz bizga ma'qul keladigan bo'lsangiz, siz bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi.